Iste'molchilar manfaati va huquqiy himoyasi jamiyatda muhim o'rin tutadi. Boisi har bir inson kundalik hayotida turli xil tovar va xizmatlardan foydalanadi. Mazkur jarayonda iste'molchilarning huquqlari himoya qilinishi, ularning manfaatlari ta'minlanishi zarur. Jizzax viloyatida ayni masalalarga qaratilgan ochiq muloqot tashkil etildi. Unda mutasaddilar tomonidan qilingan ishlar haqida ham ma'lumotlar berildi. Ochiq muloqot avvalida jamoatchilik vakillari bilan o'tkazilayotgan bu kabi uchrashuvlarning asosiy maqsadi va ahamiyati haqida ma'lumot berildi. Qo'mitaning Jizzax viloyati hududiy boshqarmasiga 2025-yil yakunlari bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslardan jami 2000 dan ortiq murojaat kelib tushgan bo'lib, ularning asosiy qismi qurilish va kommunal xizmatlar ko'rsatish sohalariga to'g'ri keladi. 2026-yilning birinchi choragi davomida esa 700 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. O'sha o'tgan hisobot davrlarida umumiy hisobdagi iste'molchilarni 48 mingdan ziyodroq iste'molchilarni huquqlari himoya qilinib, tegishli tartibda masalalari yechib berildi va 14 milliarddan oshiqroq summadagi mablag'lari qayta hisob-kitob qilib berilgan. Muloqot davomida 10 ga yaqin murojaat va takliflar tinglanib, ularni hal etish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilandi. Paxtakor tumanidagi 1-sonli politexnikumi bundan 1 yil avval Hudud Gaz Jizzax gaz ta'minoti filiali tomonidan asossiz ravishda hisoblangan mablag'ni abonent kartasidan olib tashlashda amaliy yordam so'ragan edi. 6 oylab yechimi cho'zilgan muammo qo'mita aralashuvi bilan 1,5 oyda hal etildi. Iste'molchilar manfaati va huquqiy himoyasi jamiyat farovonligining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu sohada qonunlarga amal qilish, o'zaro ishonch va mas'uliyat muhitini yaratish esa barcha tomonlar uchun ham foydali bo'ladi. Madina Ahmedova, Asiljon Husanov, Hudud informatsion dasturi uchun.